Hurmatli obunachilar, Xobar savdo markazida savdolarimiz davom etayotib. Navbatdagi Zubur 1135 traktorimizni Kikoprofindan kelgan Artiqov Azatvoy degan ukamizga satdik. Mana bahasi 67 million so'm bo'ldi. Hokim yordamchining tavsiyanomasi bilan 1135 Zubur 4x4 traktorimiz orqasida frezasi ham bor. 50 million so'mma hokim yordamchining tavsiyanomasi orqali bo'ladi. Qolganini naqd pulda hisob kitob etib o'ratan bo'ldik. Haydab ko'rdingmi? Ha, haydab ko'rdim zo'r ekan. Kavundagiday bo'ldimi? Ha, kavundagiday yaxshi, zakonli. Boshqa traktorlardan ham ajab ko'rding ha? Ha, her türden ko'rdik. Buni unadimi? Ha, shu yoqdi shu. Kavundagidaymi? Xudo xolasa kavundagiday zakonli. Narx-navosidan rozimisan? Ha, bari yaxshi, zakonli. Bo'ladi. Saz holatda qabul qilib olding. Bunda o'ngdan bo'lsin boshlagan ishlar. Rahmat. Sizlarga da omadingizni bersin. Ishlarni qirvoch. Rahmat. Yaxshi kuningizga bersin. Ochgangiz kelsin. Foydali, barakali bir texnika bo'lsin. Kiyini toza mashinalarga aylanib ketaversin. Rahmat, ochgangiz kelsin. Hurmatli obunachilar, shu traktorlarimizdan bor. Kimga qiziq bo'lsa, qishloq sharoitida Rossiyaga ketmay uyda 1 million so'm tovaman degan niyatlaringiz bo'lsa, mana bil kreditlar ham 50 million so'mga chiqdi. Oldin bir odamga 33 million so'm beratan edi. Bil 50 million so'mga ko'tardi shu narsani. 50 million so'mini berasizlar. 60 millionligidan bor bu traktorning 10 million so'm naqd pul berib olib ketaverasizlar.